Buni chiroyi uchun tozalamadik, albatta. Assalomu alaykum azizlar. Bizda Matiz mashinasi. Akamizda bo'lgan holat, mashina yaxshi tortmay qolgan. Ayniqsa qo'zg'alishlarda, podiyumlarda mashina o'ta qiynab yuborgan. Xo'p, bunga sabab nima? Bunga sabab ko'rishingiz mumkin, perdo yeyilib ketgan. Xo'p. Korzinasida kuyish bor ozroq. Jo o'lmagan, lekin ideal holatda emas. Tishlarda ham yeyilishlar bor. Xo'p, biz bunga yangi Korzina perdo vyujimniy почтнилari bilan sip koreyskiy Korzina perdo Valeo. Обязательно motor orqa sannik mahaviy почтнилari bilan qo'yapmiz. Bu zapchastlar narxi 540 ming bo'ldi общий. Xo'p. Korobkalarini ham qo'ldan kelgancha chinniday qilib tozaladik. Buni chiroyi uchun tozalamadik, albatta. Xo'p. Tozalab, kerakli joylariga litonlardan surtab yig'ilgandan keyin inshaalloh mashinaning splenasi yumshoq bo'ladi.